Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalımızın podpischiklari. Yine 450 kilometreye geldik. Xudo xolasa Samarqandga boramiz. Şöyle to'xtadik yine. Bog'da ko'rsamiz, video olamiz deb. Yine tüfelem. Yeriga yigibdilar yine. Neler xil meyveler, neler daraxtda yigibdilar. Köpleri qurup qopdi, köpleri salib turibdi yine. Bağımız resmi katta ettirdilar bunu yine. Falan köstüymegey halkımız ötkeni qaytqani üçündü. Qo'limdan kelgancha suv solib, suv olib ketibdi yine. Katta bochkalar qo'yibdilar, suvlar bor yine. Hozir men bir o'zim bo'lganga video olish qiyra qo'lib turibdi, elashmayapsizlar. Nerede mimarlar o'tiribdi yine. Assalomu alaykum. Nereden geldingizlar? Assalomu alaykum. Sarmaydan ben. Sarmaydan? Yine Sarmaydan teatra geldi. Siz neredensiz usta? Usta yol çağırak mı? Sarmayın biraz buradım yanında benim uyuyum. Şurada yaşayayım ben. Bugün uyumun işini hemmesini topladım. Bugün bir yere kayıttım. 450 kilometrede şurada bağ olup şuna geldim ben özüm. Evet falan bana değil. Barayım diye. Yine Şunu dostlar. başlayan adamı ruhsat versen şey onu karasam, gözlesem ben. Ne bilen haberlaştım, yaşım olurdu. Videonu görse Xudo xolasa xabarlashadi yine. Ekkan adam, netgan adam kim bo'lsa deydi, men bilan xabarlashsa deydi, o'zim kunda xabar olib netib qarab turaman deydi. Bu akamiz Sarmaydan spesialni shu yerga kelibdi. Şöyle ko'rib ketaman deb. Yine dostlar bağımız resmi katta etdi. MBG projektör o'rnatibdilar, quyosh panel. Nega bayağıda kran qalib ketdilar yine. Hozir ishlamay turibdi. Yine dostlar 450 kilometr trenddagi shunday bo'pti yine bog'i. Yine kichkina mevadagi daraxtlarga saya bo'lib turish uchun, quyoshdan saqlash uchun kichkina chertakdek bir narsalar ham qurib turibdi yine. O akşamki shamalda namozxonamiz yig'ilibdi. 5-6 adam bo'lsa buni tiklash kerak ekan. Namozxonamiz yig'ilibdi. Yine mimarlar geldi. Neyse dostlar, videolarımız yoqqan bo'lsa birdan like bosib qo'yinglar. Xudoyim sizlar ham shunday shu yerga kelib, shunday ko'rib nasib etgan hammaga. Shunday Samarqand, Toshkent, shunday borgan bo'lsangizlar, bemalol kelib suv solib ketaverasizlar. Neyse videolarimizni yakunlaymiz. Xudo xolasa men ham bir suv solib savobga qoling. Videolarimiz yoqqan bo'lsa birdan like bosib qo'yinglar. Kanalga obuna bo'lmagansiz obuna bo'lib qo'yinglar.